Gastrit. Xalq tili bilan aytganda oshqozon yallig'lanishi. Bu qanday kasallik va buning davosi qanday? Buning javobini esa Andijon shahrida joylashgan Agrofarm klinikasining oliy toifali shifokori dotsentidan javobni olamiz. Gastrit oshqozon shirasini yallig'lanishi bo'lib, asosan bu kasallikning rivojlanishiga tartibsiz ovqatlanish, och qoringa zararli ichimliklar, gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, achchiq sho'r ovqatlarni och qoringa yeyish sabab bo'ladi. Bu kasallik asosan ovqatlangandan keyin epigastral sohada og'riq, ko'ngil aynish, kekirish bilan kechadi. Mavsumiy xarakterga ega bo'lib, bahorda va kuzda qo'zg'alib, bemorlarni bezovta qiladi. Gastrit bizning klinikamizda erta aniqlanib, kerakli davolash usullari mavjud va bizning klinikamizda shu kungacha bu kasallikka davo topib, yuzlab bemorlar davolanib ketmoqda. Agar sizlarni ham shunday kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, Andijon shahrida joylashgan Agrofarm klinikasiga tashrif buyurib, davo topishingiz mumkin.